Assalomu alaykum. Ey mehribon, yaratguvchi Rabbimning mo'min va mo'mina bandalari. Yana go'zal, musaffo, toza havoli tonglarimiz otdilar. Alhamdulillah, Allohimga shukrlar bo'lsin. Bir kun qarovsiz qolgan yerni ekin-tikin ekib boqqildim. Mana hosilimning mevasi. Buni ko'rib qanchalik xursand bo'laman. Chunki bo'sh yotgan, qarovsiz, xarob bo'lib yotgan yerni hayotga qaytardim. Mana hayotimning bitta mevasi. Mana yana mevalari. Allohim yerlarni qarovsiz qoldirganlarga qahri g'azablari keladilar. Yerdan qancha hosil olamiz. Bular bizga ozgina mehnatimizga qancha daromad, qancha tuyib, qancha chiroyli bizga ekin-tikinlar berishadilar. Gullar ekinglar, ukrop kashnishlarni urug'ini olib keyingi yilga o'zlaringdan hosil qilinglar. Yerni qarovsiz qoldirmanglar. Pomidorlar, bular tuyib, hosilga kirib, qanday uzib yeb olsangiz, bahri dilingiz ochiladi. Xurmo daraxtlari, jannatning mevalari. Allohimga shukrlar bo'lsin. Shuncha qilgan mehnatlarim, shuncha qarovsiz qolgan, o'lgan yerni hayotga qaytarganim ko'nglimni qanchalik tog'dek ko'tardi Allohim. Hammasi Allohimning qudrati. Menga Allohim yordam berishadilar. Shu yerni chiroyli qilib, shunchalik qilishimga menga Allohim ko'mak berishdilar. Mana onam uchun chili pomidorlarni olib keldim. Onam uchun, barchasi onam uchun. Mana hosili. Alloh qodir, Alloh buyuk. Chunki onalar uchun qilsangiz, Allohim mukofotlaydilar. Yuksaklarga jannatlar eshigini ochadilar. Hamma narsani ona uchun qilinglar. Chunki onani tirikligida qilsangiz, Alloh qanchalik ko'ngillari chog' bo'ladilar. Ona uchun